Samo kemasidan yerga yo'llaymiz salom. Motorimiz olg'a boshlaydi har on. Bizda muhim vazifa bor. Omad doim bo'lsin yor. Oshiqamiz maqsad sari. 3, 2, 1. Raketamiz parvozga shaydir. Luklar yopilsin. Uchishga hozirlansin. Dir! Samo kemasidan yerga yo'llaymiz salom. Motorimiz olg'a boshlaydi har on. Xo'p, ajoyib sarguzasht tomon. Faqat olg'a. Doim parvozdamiz. Biz bilan uch. Faqat olg'a. Ha! Kichkina topqirlar. Tayyormisizlar? Jam. Sayyoraning halqasi. Gustav Klimt illyustratsiyasi. Va Antonin Dvorak musiqasi. Salom. Men Junman. Yulduzlarni tomosha qilishni yoqtiraman. Sizga ham yoqadimi? Juda soz. Teleskopimga qarab ko'ramiz. Chindan ham chiroyli-a? Galaktikamiz nur sochmoqda. Qarang, bu Saturn. U juda chiroyli sayyora. Halqalari ham bor. Men Saturn kabi aylanib raqsga tushaman. Musiqa tezlashib boryapti. Judayam tez. Hozir halqasi otilib ketadi. Halqa qayerga borib tusharkan? Halqa, halqa. Bu yerga kel. To'g'ri boshimga kelib tushdi. Voy, u qayerda qoldi? Uni ko'ryapsizlarmi? Qayerda? Menga yordam berdingiz, rahmat. Menimcha xalqa qo'rqyapti. Salom xalqa. Men ismim Jun. Bular esa bizni do'stlarimiz. Ularga salom degin. Voy, raqsga tushishni ham bilasanmi? Qoyil. Piruet. Jon, qoyilman. Jon, sen bilan raqsga tushgan kim edi? Bu Saturn sayyorasidan tushgan halqa. Bu nima? Eshityapsizlarmi? Bu Saturn sayyorasi. Lekin u ko'rmayapti-ku. Sizlargacha ko'rinyaptimi? Hava ne ekan? Saturn sensiz xomush. Sen ham uni
halqani o'z joyiga qaytaramiz. Qani, olg'a! Qanisan halqajon? Qanisan halqajon? Tayyormisizlar? Do, re, mi, fa, Sol, la, si, do. Einsteinlar olg'a! To'g'ri yo'ldan ayrilmaymiz. raketamiz yo'lni bilar. Raketa! Leo, shturvalni boshqar. Salkam uchuvchimiz. Raketamiz bilan birga 5 baholik vazifamiz bor. Samo bizni chorlamoqda. 5, 4, 3, 2, 1. Hamma uchga tayyormi? unda olg'a. Bir. Salom raketa. Tanish, bu Saturn halqasi. Qaysi tomonga uchishimizni topib ko'rchi? To'g'ri, koinotga. Ortimdan. Portga xush kelibsizlar. Kamarlarni taqib olamiz. Kamarlar taqildi. Qalqa, barmog'imga joylash. Qitig'im kelyapti. Startga tayyorlanamiz. Uchishimiz uchun kuchli quvvat manbai kerak bo'ladi. Ta 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 ta. Jun, barakalla. Quincy, davom et. Eni, chaqirroq. Bizga yanada ko'proq quvvat kerak. Qo'lingizni tizzangizga qo'yib, biz bilan birgalikda qaytaring. Tra tra ta 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 ta. Tezroq. Ta 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 ta. Endi birgalikda qo'limizni ko'tarib qaytaramiz. Tayyorlaning. Tayyorlaning. Olg'a! Ehtiyot bo'linglar. Havoga ko'tarilyapmiz. Yashasin! Yuqoriga olg'a. Ha! Ha! Barakalla! Biz Saturn tomonga uchyapmiz. Qoyil! Biz to'g'ri koinot tomonga uchyapmiz. Leo, yerning tortish kuchini qanday yengib o'tamiz? Yuqori tezlik xizmatini yoqamiz. Yashasin! Qoyil! Biz buni uddaladik. Raketa, kuchaytirgichni olib qo'y. Biz ochiq samodamiz. Qaranglar, sun'iy yo'ldosh. Voy, qaranglar, xalq uchyapti. Koinotda tortish kuchi yo'q. Biz ham uchishimiz mumkin. Men ham uchib ko'rmoqchiman. Men parashyutman. Men aylana olaman. La 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 la. La 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 la. Uyga ucha qol. La 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 la. Uyga ucha qol. Hey, Quincy, qara. Samodan yer juda kichkina bo'lib ko'rinar ekan. To'g'ri, xuddi dumaloq toshdek. Biz oy yaqinidan uchib o'tyapmiz. Qalqa, nima bo'ldi? Falokat! Meteor yaqinlashib kelyapti. Hozir to'qnashib ketamiz. Vahima qilmanglar. Men nima qilish kerakligini bilaman. Raketa, tortish kuchini ishga sol.
Rahmat. Bizga nog'ora cho'plari yordam beradi. Bu yaxshi fikr, Quincy. Meteorni nog'ora ovozi yordamida ortga haydaymiz. Men bilan birgalikda shapillating. Meteor yaqinlashsa, oyog'ingizga mana bunday shapillating. Tayyormisizlar? Diqqat! Boshladik. Qo'ying. Ajoyib ohang. Bunisi yana ham katta ekan. Ishora berishim bilan boshlaymiz. Tayyormisizlar? Boshladik. Davom etamiz. Barakalla. Yashanglar. Qaranglar, eng katta meteor yaqinlashib kelyapti. Ish bermayapti. Uskuna ishdan chiqibdi. Qo'limizga voy. Meteor yaqin kelib qoldi. Endi nima qilamiz? Menda bir reja bor. Jon, nima qilmoqchisan? Men tashqariga chiqib, uskunani tuzataman. Xalqa esa menga yordam beradi. Tushunarli. Xalqa uchib ketmasligini ta'minlaydi. Judayam aqlli xalqa ekan. Endi esa piruet raqsga tushamiz. Qaranglar. Jon raqsga tushyaptimi? Ha. U raqs orqali uskunani chigalini yozadi. Barakalla, Jon. Jon, shoshil. Meteorga yaqin qoldi. Bu safar yanada kuchli shapillatishimiz kerak. Barakalla. Yashivor. Biz g'olib bo'ldik. Jon, sen juda aqlli qizsan. Bizga yordam berding. Ha, sen ham yordam berding. Men Saturn kuyini eshityapman. Menimcha, manzilga yaqinlashdik. Saturnni ko'ryapsizlarmi? Ha, sizni topdingiz. Xalqa, tez orada uyingda bo'lasan. Bizni rejamiz shunday. Ishga kirishamiz. Hamma ortimdan. Xalqa! Hamma kamarlarni taqsin. Himoya kamari taqildi. Start olishimiz uchun katta kuchlanish zarur. Qo'lingizni tizzaga qo'yib, biz bilan boshlang. Ta 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 ta. Qo'lingizni ko'taringlar. Tezroq. Va start oldik deb qaytaringlar. Start oldik! Bu Mars sayyorasi. Uni qizil sayyora deb ham atashadi. Bu esa Yupiter. U sayyoralar orasida eng kattasi. Yo'limiz yulduzli yo'lak orqali o'tadi. Yulduzlar yog'dusi uzra yo'lda davom etamiz. Raketa! Barakalla! Olg'a, raketa! Massa! Qoyil! Ajoyib! Barakalla! Manzilga deyarli yetib keldik. Endi oldinga intilamiz. Biz tiqilib qoldik. Voy, yoqimsiz narsa ekan. Endi nima qilamiz? Axir Saturnga borishimiz kerak.
Qandaydir mavjudot bo'lsa kerak. Bu Mip. Xalqa, qayerga ketyapsan? Qaranglar, do'stlashib olishdi. Mip xalqaga yordam bermoqchi. Bizni olib chiqmoqchi. Ta. Yordam bermadi. Mip yordamga do'stlarini chorlamoqda. Ko'proq miplar kerak. Kelinglar, miplarni chaqiramiz. Biz bilan keling. Mip 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 mip. Enni qara, yordam berdi. Kelinglar, raketaga o'z kuchimizdan beramiz. Qo'lingizni tizzangizga qo'ying va qarsak chalamiz. Ta. Raketani chiqardik. Barakalla. Qo'yil. Xayr, miplar. Xayriyat. Barakalla xalqa. Qitig'imni keltiryapsan. Men Saturnni eshityapman. Qani u? To'g'ri oldimizda ekan. Xalqa, biz seni uyingni topdik. Ajoyib. Saturnga yetib kelibmiz. Har kuni tunda teleskop orqali senga qarashni va'da beraman. Qaranglar, halqalar ko'p ekan. Qaranglar, halqa kichrayib qolibdi. Saturnga sig'mayapti. Kuy balandlashgan sari u ham kattalashib boryapti. To'g'ri, lekin u hali uzoq kattalashishi kerak. Men buni yo'lni bilaman. Bizga dirijor kerak. Crescendo. Xalqiga o'sishda yordam beramiz. La 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 la. Sizlar ham kuylashingiz kerak. Crescendo deyishim bilan balandroq kuylang. Crescendo. La 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 la. Yanada balandroq. Crescendo. La 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 la. Menimcha oshirib yubordik. Xalqiga kichikroq bo'lishi uchun yordam beramizmi? Diminuendo deyishim bilan sekinroq kuylanglar. Xo'sh, tayyormisizlar? Qani? Diminuendo. La 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 la. Yanada sekinroq. Diminuendo. La 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 la.
Qoyil. Barakalla. Hammangizga katta rahmat. Leo, yasha bor. Zo'r dirijorlik qilding. Rahmat, Leo. Saturn bilan uning halqalari galaktikamizda eng zo'r kuyni yaratishadi. Halqani sendek do'sti borligi omadi. Sizlar ham unga yordam berdingiz. O'zingni topding. Vazifa bajarildi. Vazifamiz bajarildi. Ta'zim qilish vaqti keldi. Jamoamizga barakalla. Qarsak chalamiz. Enniga qarsaklaringiz, Quincy'ga, Junga, Leoga, raketaga. Halqaga qarsaklaringiz. Rassomga ham. Hayot daraxti. Rassom Gustav Klimt. Bu daqiqani uzoq kutdik. Kuchli qarsak chalib, shu musiqani bastakorni olqishlaymiz. Antonin Dvorakning 9-sonli simfoniyasi. Qoyil! Judayam ajoyib musiqa. Barakalla, qoyil. Sizlar ham bizga katta yordam berdingiz. O'zingizga qarsak chalinglar. Barakalla, qarsaklaringiz. Yashanglar. Barakalla. Ofarin. Yana ko'rishguncha xayr. Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi. Samo kemasidan yerga yo'llaymiz salom. Motorimiz olg'a boshlaydi har on. Bizda muhim vazifa bor. Omad doim bo'lsin yor. Oshiqamiz maqsad sari. 3, 2, 1. Raketamiz parvozga shaydir. Luklar yopilsin. Uchishga hozirlansin. Dir. Samo kemasidan yerga yo'llaymiz salom. Motorimiz olg'a boshlaydi har on. Xo'p, ajoyib sarguzasht tomon. Faqat olg'a. Doim parvozdamiz. Biz bilan uch. Faqat olg'a. Ha! Kichkina topqirlar. Tayyormisizlar? Jam. Dirijorlik qilishni yaxshi ko'ramiz. Edward Hicks illyustratsiyasi. Va Edward Grieg musiqasi. Xayrli tong. Men Leoman. Biz bugun erta tongdan uyg'ondik. Hatto quyosh chiqmasidan turdik. Quyosh chiqishini ko'rganmisizlar? Quyoshni chiqishi bilan chiroyliki. Biz quyoshni uyg'otish uchun kuy chalamiz. Men qo'shiq kuylayman. Men esa raqsga tushaman. Men esa o'zim yoqtiradigan ish bilan mashg'ul bo'laman. Dirijorlik qilaman. Dirijorlarning tayoqchasi qani? U doim yonimda, Enni. Xo'sh, quyosh chiqyaptimi? Albatta, ana u. Tong otdi. Qanday chiroyli manzara. Leo, barakalla. Sen zo'r dirijorsan.
Nimayam derdim. Tayoqcham sababli. Leo, eshityapsanmi? Quyoshga qo'shib, o'rmon hayvonlarini ham uyg'otgan ko'rinasan. Ana Olmaxon. Qushlar ham xayrli tong deyishmoqda. Kiyikni ham uyg'otibmiz. Voy, qushni sayrashini eshityapsizlarmi? Uni ko'ryapsizlarmi? Qayerda? Ko'rdim. Bu oq boshli burgut. Boshida pati yo'qmi? Yo'q, pati bor. Faqat yo'qdek ko'rinadi. Chunki boshidagi patlari oq rangda. U shox-shabalarni teryapti. U o'ziga in yasayapti. Oq boshli burgutlar katta in yasashadi. Buning uchun ularga juda ko'p tayoqchalar kerak. Mana Leo, o'zing ko'r. Voy, Leo, qara, u seni tayoqchangni olib ketdi. Yo'q. To'xta. Bu shox-shaba emas, meni dirijorlik tayoqcham. Ko'zlarimga ishongim kelmayapti. Burgut Leoni tayoqchasini olib qochdi. Bolalar, endi nima qilamiz? Leo tayoqchasini juda yaxshi ko'radi. U menga juda ham zarur. Dirijorlik qilishni hammadan ham yaxshi ko'raman. Xavotir olma, uni topishga yordam beramiz. Bizga yumush bor. Leoni dirijorlik tayoqchasini qaytarishimiz kerak. Raketa tomonga! Biz barini uddalaymiz. Biz barini uddalaymiz. Tayyormisizlar? Do, re, mi, fa, Sol, la, si, do. Einsteinlar olg'a! To'g'ri yo'ldan adashmaymiz. Raketamiz yo'lni bilar. Raketa! Leo shturvalni boshqarar. Salkam uchuvchimiz. Raketamiz bilan birgamiz. 5 baholik vazifamiz bor. Samo bizni chorlamoqda. 5, 4, 3, 2, 1. Hamma startga tayyordir. Faqat oldinga intilamiz. Raketa. Oq boshli burgut meni dirijorlik tayoqchamni olib ketdi. Hamma bu yerga. Bortda sizlarni xush ko'rdik. Xavfsizlik kamarlarini taqamiz. Kamarlar taqildi. Uchishga tayyorlanamiz. O't oldirish uchun kuchli quvvat manbai kerak. Ta 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 ta. Jun, tezroq. Quincy, yana ham tez. Enni, barakalla. Bizga yanada kuchli quvvat kerak. Qo'lingizni tizzangizga qo'yib, biz bilan birgalikda shapillating. Ta 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 ta. Tezroq. Ta 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 ta. Endi birgalikda. Xo'sh, endi qo'lingizni yuqoriga ko'tarib, birgalikda uch deymiz. Uch deymiz. Mahkam ushlanglar, biz uchyapmiz. Zo'r. Qoyil. Ajoyib. Ehtiyot bo'linglar. Biz albatta tayoqchani topamiz. Oq boshli burgut, qayerdasan? Barchamiz oq boshli burgutdan tayoqchamiz qayerda deb so'ramoqchimiz. Birgala qushlarni ko'ryapman. O'rdaklar, g'ozlar, oq qushlar. Faqat burgut ko'rinmayapti. Bu kuy burgutniki emasmi? Ha, men uni eshityapman. Oq boshli burgut qayerda qoldi? Ana u. Raketa,
Burgut ortidan olg'a. U baland tog' tomon uchib ketyapti. Men buni nomini bilaman. Bu qorli cho'qqi deyiladi. Vulqon o'sha yerda bo'lishi lozim. Ana shunaqa. Voy! Raketa. Vulqon ustidan uchib o'tishimiz zarur. Otilib ketmasdan ulgurish kerak. Hozir otiladi. Voy, bu qanaqa kuy bo'ldi? Bu vulqonning kuyi. Ha, zilzila ham bo'lyapti. Bu yaxshi emas. Bu nima degani? Crescendo deb yozilgan ekan. Bu musiqa balandlashayotganidan dalolat beradi. Voy yo'q, hozir vulqon otilishni boshlaydi. Dahshat! Raketa bulutlar quyuqligidan qayerga uchishni bilmayapti. Nima bo'ldi? Kraterga tiqilib qoldik. Ha, ahvolimiz chatoq. Leo, bu menga yoqmayapti. Biror nima o'ylab topish zarur. Shunda vulqon tinchlanadi. Meni tushunyapsanmi? Tushunyapman, ammo qanday? Men bilaman. Agarda men fleytamda kuy chalsam, vulqon tinchlanadi. Qoyilmaqom g'oya, Quincy. Uddalay olarmikansan? Albatta uddalayman. Turli musiqa cholg'ularni chalish mening eng sevimli mashg'ulotim. Kelinglar, birgalikda Quincy'ga yordam beramiz. Faqat birgalikda, xo'pmi? Diminuendo. Ayta olasizmi? Diminuendo. Yaxshi. Yana bir bora. Diminuendo. Diminuendo. Yana ham pastroq. Diminuendo. Tinglab ko'ring. Diminuendo. Tinglab ko'ramiz. Vulqon baland ovoz chiqaryaptimi yoki bosildimi? Quincy vulqonni tinchlantirishga harakat qilyapti. Xayriyat. Qani raketa, bu yerdan tezroq uchishdik. Barakalla Quincy. Yashavor. Shu ham ish bo'ptimi? Diminuendoni chalishimda yordam berganingiz uchun rahmat. Bolalar, vulqondan vaqtida uzoqlashibmiz. Qaranglar. Bo'laqon raketa hozir portlaydi. Voy, buni qaranglar. Qanday ajoyib. Ovozini balandligini. Ha, juda baland. Mana bu crescendo. Bu qizil narsa nima? Erigan tog' jinslari. Uni lava deyshadi. Demak, vulqondan o'tib oldik. Ammo burgut qani? Raketa, eshitgich va ko'rgichlarni ishga tushir. U qayerga g'oyib bo'lishi mumkin? Men uni eshityapman. Qani bizni burgutimiz? Ha, ana u. Raketa, tasvirni yaqinlashtir. Qo'yil. U bizdan uzoqda-ku. Raketamiz yetib oladi. Qani? Qo'shimcha tezlatgich yoqilsin. Ana u. To'g'riga qarab uchamiz. Tezlatgich o'chirilsin. Dirijorlik tayoqchasi unda. Buni qarang. U qayerga uchyapti? O'rmon tomon uchyapti. Voy, bu Kaliforniya ignabargli o'rmoni-ku. Dunyodagi eng baland daraxtlar. Raketa, qo'namiz. Oqbosh burgutni ortidan olg'a.
Tezroq bo'linglar, yo'qsa burgut yana uchib ketadi. Keyin tayoqchasiz qolamiz. U qayerga g'oyib bo'ldi? Sizlar uni eshityapsizlarmi? Ha, ana u tepada. Ortimdan do'stlar, tezroq. Endi uni eshitmayapman. Eni. Voy, bu hayvonlarga bir qarang. Menimcha, majlis qilishyapti. Ha, hayvonlarning katta majlisi. Ularni xilma-xilligini qarang. Sizlar qaysi hayvonlarni ko'ryapsiz? Voy! Ana unisi majlisni boshqarayotganga o'xshaydi. Bu qanday hayvon bo'ldi? Sher. To'g'ri, agar u hayvonlar boshlig'i bo'lsa, demak burgut qayerdaligini biladi. Eni, to'xta. Xavotir olma, Leo. Ulardan qo'rqmayman. Axir qo'shiq kuylash eng yaxshi ko'rgan ishim-ku. Mabodo ko'rmadingizmi? Qayerga uchib ketdi tayoqchamiz bilan burgut? Ayta qoling. Ular qo'shig'ingni eshitishmadi. Leo, balandroq kuylash kerak. Nega yordam beramiz? Biz bilan kuylang. Birgalikda va balandroq. Mabodo ko'rmadingizmi? Qayerga uchib ketdi tayoqchamiz bilan burgut? Ular burgutni ko'rishibdi. Yordamingiz uchun katta rahmat. Qayerga uchib ketganini bilmaysizmi? Eshityapsizmi? Bo'ri xabarimizni yetkazyapti. Kit ham javob beryapti. Ular burgutni ko'rishibdi. Olg'a, tayoqchani qaytarib olamiz. Rahmat sizlarga. Juda mehribon ekansiz. Kamarlar taqilsin. Kamarlar taqildi. Uchishimiz uchun bizga katta quvvat kerak. Qo'llar tizzaga. Biz bilan birgalikda. Ta 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 ta. Endi qo'llarni ko'taring-da, parvoz deng. Parvoz! Kitlar! Kasatkalar! Ular kuylashyapti. Burgutni ko'rishibdi. Ha, ko'rishgan. Ammo qayerda? Sizlar burgutni ko'rdingizmi? Qani u? Ha, uni topdinglar. Qoyil, uni changalda tayoqcham. Burgut qayoqqa uchyapti? U dengizdan uchib o'tib, ana u qoyaga qo'nmoqchi. Ko'zlarimga ishonmayman. U dirijorlik tayoqchamizni qoyani uchiga qo'ymoqchimi? Raketa, to'xta! Sohilga qo'nish xavfli. Ana u tomonga qo'n. Qaranglar, inidan uchib ketyapti. Endi Leoning tayoqchasini olishimiz mumkin. Faqat narigi qirg'oqqa qanday o'tib olamiz? Buni qaranglar, kitlar bizga yordam berishmoqchi. Nima qilish kerakligini bilaman.
Bu ishni juda ham yaxshi ko'raman. Qani, hamma ortimdan. Narigi qirg'oqqa raqs orqali o'tib olamiz. Raqs bilan o'tib olamizmi? Buni qanday qilamiz? Baletchilardek. Bir kitdan ikkinchi kitga sakrab o'tamiz. Biroq sizlar ritmni ushlab turishingiz kerak. Bo'la qolinglar, o'zim yordam beraman. Raqs tushishni yaxshi ko'raman. Bundan do'stlarim zavq olaman. Qoyil. Qoyil qolsa arziydi. Olg'ijun. Endi sizlarning navbatingiz. Ishoning, uddalaysiz. Jun to'g'ri aytdi. Biz ham uddalay olamiz. Faqat yordamingiz kerak bo'ladi. Ortimdan takrorlang. Qarsak, qarsak, qarsak. Raqs tushishni yaxshi ko'ramiz. Bundan do'stlarim zavq olaman. Qoyil! Qarsak uchun rahmat. Kitlar, biz bilan raqs tushganingiz uchun sizlarga ham katta rahmat. Olg'a! Do'stlar, meni shu yerda kutinglar. Tayoqchani o'zim olib tushaman. Men ham sen bilan boraman. Yo'q. Sizlar dov yuraksiz, ammo bu ishni o'zim bajaraman. O'zim tayoqchani olib tushaman. Olg'a Leo, qo'ygil. Olg'a! Olg'a Leo! U deyarli uyaga yaqinlashib qoldi. Yana ozgina qoldi. Bo'la qol Leo. Bo'la qol. Deyarli yetding. Oho, kattagina uya ekan. Tayoqcham qani? Uni ko'ryapsizmi? Ha, mana u. Uni sizlar topdingiz. Qo'li biroz yetmayapti. Voy, yo'q. Tayoqchaga qo'li yetmayapti. Qaranglar. U yugurib kelib sakrayapti. Qoyil, tayoqchani oldi. Qoyil, tayoqchamni oldim. U qo'limda. Qaranglar, burgut qaytib uchib kelyapti. Bu uni polaponlari. Burgut, sen dirijorlik tayoqchamni olib ketibsan. Bu cho'p emas, ko'rdingmi? Xo'sh, tayoqcha, dirijorlik qilamizmi? Sizlar ortimdan takrorlang. Qo'lingizni ko'taring. Endi musiqaga mos tarzda qo'lingizni qimirlating. Mana bunday. Tayoqchamni o'ynatsam, ajoyib musiqa yangirar. Bundan hamma quvonchga to'lar. Qoyil! Vazifa bajarildi. Demak, ta'zim qilishga chiqamiz. Jamoamizni olqishlaymiz. Qarsak chaling. Enniga qarsaklar? Quincy'ga, Junga, Leoga, Raketaga ham. Va tayoqchaga ham. Tayoqchaga qarsaklar. Rasmga ham qarsak chalamiz. Edward Hicksning Do'stlik olami asariga qarsaklar. Endi esa barcha kutgan lahzalar. Hammamiz tinglagan ajoyib musiqa uchun qarsak chalamiz. Tervyun birinchi raqamli suita. Asar muallifi Edward Grieg. Qoyil! O'zingizga ham qarsak chaling. Bo'la qolinglar. O'zingizga ham qarsak chaling. Ofarin! Ofarin, qoyil! Keyingi vazifaga qadar ko'rishguncha. Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi.